uy loyihasiga keldik. Ya'ni mijozimizga bir etajli uy loyihasini qilib berdik. Umumiy yer maydoni 20 ga 20, ya'ni 4 sotuk. Eshidan kirganimizda mana alohida klitka qildik. Kirganda ro'parada uyga kirish eshigi bor va bu yoqdan eshik bu darvozadan kirganda bu yerda mashina uchun mo'ljallangan joy. Navesli. Ikkita mashina sig'adi. Chap tomonimizda letniy kuxnya bor sanuzeli bilan. Mana bu yashillar bular gazon. Bu yoqdan podvalga tushiladi. Bir narsaki, mana kalitkadan kirganda har doim ro'parada bo'lgani yaxshi. Ba'zida bu yoqqa bo'lib qolmasligi kerak. Kalitkadan kirdi, ro'parada mana uyga kirish eshigi bor. Kirib kelganimizdan keyin o'ng qo'l tomonimizda shkaf bor, oyoq kiyimlar va kiyimlar qo'yish uchun. Chap tomonda gaz mehmonxona, o'ng tomonda kuxnya. Va mehmonxonada ikkita deraza, kuxnyada katta panoramli. Bu yerdan chiroyli vid ko'rinadi, katta deraza. Bu yerdan ham yorug'lik ikkala xonaga ham zo'r kiradi. Xo'p, yana bitta narsa sizlarga aytishim kerak bo'lgan. Shunda uyga kirib kelganda ko'p hollarda mana shu koridor qorong'i zona bo'ladi. Biz buni qorong'i qilmadik. Kirganda mana ro'parada katta panoramli yaxlit oyna bor. Oynaning orqasida daraxt turibdi, yashil zona. Uyga kirdingiz, lekin ichiga kirganingizda ro'parangizda yana daraxtlar, landshaftlar ko'rinib turadi. Xo'p, xonalarni tushuntiradigan bo'lsam, bu yerda spalni, mana bu yerda общий sanuzel. Spalniga kirganimizda eshikni ochganda ham spalni ko'rinmaydi, ya'ni bu yerdan qaraganda ham mana bu narsa to'sadi. Kirganda bu yer shkaf bo'ladi, garderobning zonasi. Bu yerda yasanishdan o'tiradigan stoli. Buning orqasida spalni, orqasida ham deraza bor. Bu yerda polning landshafti bo'ladi hamma tomoni. Xo'p, o'zini alohida spalnida sanuzeli bor. Sanuzelda ham polgacha bo'lgan oynasi bor. Eshikni ochganda ro'parada mana rakvinasi joylashgan. Ro'parada tualet emas yoki ro'parada hammom emas. Ro'parada mana rakvina joylashtirdik va undan keyin unitaz, keyin dush. Bu yoqqa chiqqanimizda, bu yoqqa kirganda ham birinchi qo'l yuvadigan joy. Bu tomonda 2 kishilik detskiy, ya'ni bolalar xonasi bor. Bolalar xonasiga bu tomondan ham yorug'lik kiradi va chiroyli landshaft ko'rinib turadi. Polgacha bo'lgan deraza, bu yerda podakolnikli deraza, bu yerda dars qiladigan joyi va shkafi bor. Bu tomonda ikkinchi bolalar xonasi, bu yerda ham shkafi bor, dars qiladigan joyi va bu yerda ham polgacha oyna, kattagina oyna bor. Va bu tomonda landshaft qismi bo'ladi. Bu biblioteka, ya'ni kutubxona. Bu yerda dars qilish mumkin, kitob o'qish mumkin, shunaqa.